insonga bir qarashdagi tasavvur yoki u haqidagi xulosa noto'g'ri ekanligiga juda ham ko'p bora amin bo'lganman. Bugungi mehmonimiz ham ana shunday. Birinchi qarashdagi tasavvurlaringizni suhbatlashganingizda parchalab tashlaydigan inson. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gap desam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dramaturg, rejissyor, aktrisa, ona, qaynona, buvi, yaxshi inson Nodiraxonim Mahmudova. Assalomu alaykum yana bir bora. Rahmat. Xush ko'rdik. Chiroyli ta'riflaringiz uchun rahmat. Hamma tomonlama tanishtirib chiqdingiz. Ha. Bu kerak edi. Chunki ko'pincha men shu narsani bildimki, mehmonlarimizni shaxsiy hayotiga nazar bermasam yoki e'tibor bermasdan suhbat olib boradigan bo'lsam, voy anaqa emasmidilar, bu yog'ini so'ramabsiz-da deyishadi. Hozir shunaqa izohlarga ham qaraydigan bo'lyapmiz, Nodir opa. Bo'lmasa bo'lmayapti. Xush ko'rdik sizni. Bekorga tasavvur haqida gapirmadim. Hali bir qarashdagi tasavvurlar, xulosalar. Voy shunaqa viqorli, kibrli, odam yoqtirmaydigan. Endi xafa bo'lmaysiz, shu ta'riflar sizga ham beriladi o'zi aslida. Birinchi marta gaplashganimda bu ta'riflarni parchalagansiz. To'g'ri gapirganingiz hamma vaqt ham yoqmasligi mumkin. Lekin bu siz uchun xotirjamlik bersa kerak. Men shunaqa hisoblayman-da, inson bu hayotga kelar ekan, bitta eng asosiy qiladigan narsa deb o'ylayman, vazifa o'zini anglash. Biz shuning uchun bilim olamiz, shuning uchun odamlar bilan muloqotga kirishamiz, shuning uchun oila quramiz, o'zimizni anglash. Kimmiz, nimaga keldik bu hayotga, kelishdan bir maqsadimiz bormi, nimalarni amalga oshirdik yoki oshira olmadik, kimdan. Mana shu haqiqat, shularni bundoq anglab yashasa inson va eng asosiysi mana shuni anglash jarayonidagi xotirjamlik. Siz aytgan narsalar aynan shunga intilishdan paydo bo'ladi menda. Mana nimaga odamlar ko'ziga hamma bilan gaplashmaysiz, ko'pchilikni yoningizga yaqinlashtirmaysiz. O'sha narsani ichimga tashiyman. Mana ichimda bo'ladi-ku o'zi. Qanaqadir sizni o'lchov darajangiz bor-da odam ichida. Shu odam bilan senga yaxshimi? Uni fikrlashi senga yoqyaptimi? Ichingda nur paydo bo'lyaptimi? Aqling sal bo'lsa ham o'syaptimi? Intilasan, yoningda bo'lishga harakat qilasan, yo'qlaysan, telefon qilasan, ko'rgani borasan. Ya'ni ko'proq shu inson bilan vaqtini o'tkazishga harakat qilasan. Yoki teskarisi, bu odamning fikri senga yoqmaydi, ichingda qandaydir shunaqa insonlar bo'ladi. Bilasizmi? Energetik vampir deyishadi-yu. Quvvatingiz so'rib oladi. Quvvatingiz so'rib oladi. Sanga kerak emas, tushunmaydi. Umuman men nimani yaxshi ko'raman bilasizmi? Men birov bilan gaplashsam, yarimta so'zimdan tushunsin-da. Har bittasini tushuntirib o'tirishni yomon ko'raman. Tushunmadimi, u odam bilan suhbatdan qochishga harakat qilaman. Buni ba'zan insonlar mana shunaqa deb o'ylashadi. Odam yoqtirmaydilar boshqa. Men bitta o'zim ham juda yaxshi yashashim mumkin-da. Qanday? Mana masalan Umar Xayyom aytganida, to'g'ri kelgan odam bilan suhbatdosh bo'lgandan ko'ra bo'lmagan yaxshi-da. Hozir do'stlar, yaqinlar haqida ham gap orasida gap bo'ldi-da. Siz o'zingiz kimning suhbatiga intilasiz? Bilasizmi, mendan ko'ra ko'proq narsa biladigan va men bilan bitta to'lqinda yashaydigan insonlar suhbatiga ko'proq intilaman. To'g'ri. Lekin unaqa suhbatdosh topish ham oson emas, siz bilan bitta to'lqinda yashaydiganlarni. Shuning uchun bular kam bo'ladi, ko'p bo'lmaydi. Bilmadim, masalan, hayotingiz davomida ikkita, bitta yoki agar siz juda peshonangiz yaraqlagan odam bo'lsa, agar 3 ta shunaqa yaqin odam topsangiz, mehmonjonlar kelsa, bahonada yarashib olarmidik. Mehmonjonlar kelsa yaxshi bo'lardi. Nega jimsizlar? Hozir paq etib yorilib ketaman. Oyi, dada, nima bo'lyapti o'zi? Oyingdan so'ra. Oyi, nima gap? Ana, dadangdan so'ra. Uyimizdagi notinchlik sababini bilolmayapman. Hammasiga mehmonlar sababchi. Dada, oyi, biznikiga kelayotgan mehmonlarni 90%ni tanimaymiz. 99%ni degin? Opa, iltimos gapim bo'lmay turing. Dada, biz ularnikiga bormaymiz-ku. Nimaga bular eshigimizni taqillatib kelaverishadi? Xarakteringiz haqiqatda kuchli. Buni hamkasblaringiz ham ko'p aytishadi. Siz bilan ishlagan aktyorlar, rejissyor sifatida ishlaganlar ham, aktyor sifatida bir safda ishlaganlar ham xarakteri juda ham kuchli deb. Sizni cho'chiydigan nimalaringiz bor, Nodir opa? Men cho'chiydigan narsalarim juda ko'p. Men bir narsani aytsam ishonasizmi? Men yo'ldan o'tishga qo'rqaman. Rostdan.
yo'lni narigi yuziga o'tishdan qo'rqaman. Ayniqsa svetofor bo'lmagan joylarda, endi svetofor bo'lganda qo'rqmaysiz-ku unchalik. Mana hozir svetoforlar ko'p o'tishga. Bir paytlar shunaqa bo'lardi, svetoforlar juda kam bo'lardi. To'g'ri kelgan joydan o'tishga to'g'ri kelardi. Men odamni kutardim, kimdir kelib qolsa birga o'tish uchun. Hech kim meni o'ylamaydi. Masalan, mana shunaqa kichkina narsalardan liftda yurishdan qo'rqaman. Ochilmaydigan eshiklardan qo'rqaman. Juda ko'p meni qo'rqadigan narsa aslida. Lekin yana boshqa bir tomoni borda, seni qo'rquvlaring bilan hech kim hisoblashmaydi yoki har doim erta yoki kech seni yoningda turib, seni qutqarib ola olmaydi bu narsadan. Inson yolg'iz yashaydi, yolg'iz bu dunyoga keladi va yolg'iz o'tadi. Har doim shunaqa dirdilaman odam. Bu dunyoda hech kim seni yoningda bir umr qolmaydi. Birovga ishonma. Allohdan so'ra, yoningda Alloh borligini his qilib turgin, lekin o'zingga nima deydi, o'zingga tayan. O'zingga suyan o'zingga. Birov keladi, birov yordam beradi. Shunaqa paytlar bo'ladiki, eng yaqin insoning ham yoningda bo'la olmay qoladi-da. Keyin yana bir narsa o'ylab qoldim, ma'zur tutasiz, buning uchun xafa bo'lmaysiz degan umidaman. Haligi men bu ko'rinishdagi viqor bor-ku, bu qaysidir ma'noda 10% mi, 20% mi, qaysidir ma'noda niqobamda haligi kichkina qo'rquvchalar bor-ku, ana shularga balki niqobga ham o'xshadi menga hozirgi gapingizdan. Yo'q, men bunda boshqacharoq tushuntiraman. Niqob deyilsa, bizda ko'proq niqobda yuradi desa odamlarda yomon anaqada ishlatishadi. Endi avval boshidan kelsam, birinchidan bu gen. Bizni oilamizda hamma ayollarga xos bu narsa. Onamdan tortib, masalan, onamni ham har doim shunaqa deyishardi. Juda viqorli yurasiz. Bizda hamma qizlar bo'yi baland, uyda aytish mumkin, meni endi bo'yi past. Oilada hamma qizlarimiz bo'yi juda ham baland. O'sha skeletni tuzilishi, bo'yin tutish, bosh joylashishi, bu narsa bu tug'ma. Uni ataylab bo'lmaydi. Oynaning oldida turib shu uni qilish mumkin, juda ko'p mashq qilgandan keyin qilish mumkin. Bu tug'ma. Uncha bolalar masalan gapirisha olmasdi, o'zini juda katta oladi, uni yoniga yaqinlashib bo'lmaydi degan fikrlar bo'lardi. Men eshitardim ular haqida ham. Vaholanki bizda 5 ta qiz hech qaysimiz onam ham shunaqalar, anaqa yo'q, o'ziga ortiqcha baho berish degan narsa yo'q. Juda ochiq, mana siz aytdingiz, gaplashganda gaplashib ketavergan. Juda sodda, hammani o'ziga o'xshagan, ochiq deb o'ylaydigan, mana shunaqa insonlarda ba'zan shunaqa bo'ladiki, tanishim oldimdan o'tib ketsa, e'tibor bermay qolaman. Tanib ko'rmay qolasiz, payqamay qolaman. Bu odatimni bilganlar o'zi so'rashib ketaveradi, bilmaganlar shunda ro'paramdan chiqding, so'rashmay o'tib ketding, salom bermading, xafa bo'lganlar ham bo'lgandi. Men buni ataylab qilmay, men payqamadim. O'zingni dunyoyingda yurish, o'zingni o'y fikrlaring bilan. Ishonasizmi, men suhbatdosh bilan o'tirdim, gaplashdim, boshqa qildim-da. Qulog'ida qanaqa ziray bor edi desa ayta olmayman. Chunki umuman e'tibor bermayman bu narsaga. Men mana gapirilgan gapga ko'proq e'tibor berishim mumkin, o'sha haqida o'ylashim mumkin. Tashqi ko'rinishiga e'tibor berib, menda shunaqa bo'ladi, o'tirib gaplashib o'rtoqlarim aytishardi. Nimaga gapirmaysan? Mana yangi ziray taqdim, yarashibdimi, aytmaysan. O'rtoq, men umuman ko'rmadim. U ko'rmaydigan ziray bo'lmaydi-da, u kattagina bo'ladi. Keyin yurgan mashinasi e'tibor bermayman. Yangi mashina oldim demaguncha, eskisi qanaqa edi deyman. Mashinaga. Lekin suhbatdoshimni nima haqida gapirmoqchi bo'lganini yoki hozir nimani aytmoqchi-yu, ayta olmayapti yoki qanaqa podtekst bilan gapiryapti, ichida nimasi bor, uni ko'proq payqayman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, hozir sizni maqtab turgandik. Ilohim baxtinglarga ko'z tegmasin. Rahmat. Qizim, mayli, men uyga bora qolay, dadang ham kutib qolgandirlar. Yo'q, oyijon, o'tiravering. Qizim, ertalab chiqqanman, shuncha o'tirganim yetadi. Dadang yo'llariga boray. Sen kuyovimga qara, ovqatini bergin. Mayli. Ma gulingni ol. Oyijon, bu gullar sizga. Ay. Odamni unaqa hijolat qilma, qizim. Hijolat bo'lmang, oyijon. Biz xursand bo'lamiz. To'g'rimi, Zokir aka? Voy, qizim. Gullaguncha yog' bilan go'sht olsam bo'lmasmi deb uyimda qolardi. Shuncha pul sarflab gul olib o'tiraman.
Rahmat. Baraka topinglar. Bundanda zo'r gullagardingiz, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Mayli. Yaxshi dam olinglar. Xo'p. Oyijon, yuring, Rahmat. o'zim sizni Kuyov. kuzatib. Mayli oyijon. Nodir opa, sizni tengdosh aktrisalarimiz to'y haqida gapirmayman, lekin mana bu ijtimoiy hayotda juda faol deganim qayerdadir tug'ilgan kunda, qayerdadir parti, oqshomlar, yig'ilishlar, o'tirishlar. Lekin Nodira Mahmudovani hech qachon ko'rmaganman unaqa joylarda. Teatrga bag'ishlangan, kinoga bag'ishlangan qandaydir kecha bo'lsa ko'raman, lekin boshqa joylarda ko'rmaganman. Hatto shu ko'rsatuvga, bugungi uchrashuvga tayyorlanishda ham yana bir varaqlab chiqdim. Garchi bilsam ham, lekin balki o'zgargandirlar, balki qarashlari o'zgargandir degan ma'noda. Chunki 2 yil oldin kimnidir yo'q, umuman ijtimoiy hayotda faol emas, ijtimoiy tarmoqda ham desam, keyin 1,5 yildan keyin o'ta faollarga bo'lyapti. Davr talabidir deyman-da. Siz hali ham o'shasiz. Bilmadim. Manga yana o'sha narsadanda, qandaydir o'zingning shaxsiy hayoting, qayerdadir o'tirgan. Bilasizmi, men kimnidir tug'ilgan kuniga borsam, shu inson bilan o'tgan davrlarni eslash uchun yoki qandaydir nima deydi, yangi bir ijodiy rejalar qilish uchun yoki просто dardimizni yoki bir-birimizni yaxshi ko'rishimizni aytish. Qisqa qilib aytganda, men o'ylayman, inson tug'ilgan kun qiladigan bo'lsa yoki bir yig'in o'tkazadigan bo'lsa, endi men shunaqaman, boshqalar ham shunaqa deb o'ylayman. Mana shuning uchun chaqiradi yaqinlarini-da. Endi har bitta narsani qilishdan, amalga oshirishdan bir maqsad, mazmun bo'lishi kerak-da. Men har doim aytaman, mana masalan to'yga juda ko'pchiligi chaqiradi odamlar. Ya'ni bugungi shu shodiyona yaxshi kunimizda eng yaqin odamlarimiz yonimizda bo'lishini yoki yangi qarindoshlar bilan eski qarindoshlar bir-biri bilan tanishishini. Maqsad shu, odam yig'ishdan maqsad deb o'ylayman men. Lekin baland muzika qo'yib olib, yoningda o'tirgan odamni ham gapini eshitmasdan faqat ovqat yeb, faqat o'yinga tushib ovqat yeb, shu bilan tarqalib ketishi to'ylari hozirgi o'zini birinchi mazmun mohiyatini umuman yo'qotgan. Hozir to'ylar ko'z-ko'z bo'lib qolgan. Mana men qanaqa mehmon qila olaman, mana men qanaqa kiyim kiydim, mana men qanaqa restoranda o'tkazyapman, bilasizmi? To'y bu qandaydir xursandchilik voqea ham emas. Meni umrimda bir marta bo'ladigan xursandchilik voqea. Chunki hatto aytishadiki, kelin-kuyov nima qiladi to'yda o'yinga tushib. Tushsin o'yinga. Umrida bir marta o'tadigan shodiyona kuni ekan, o'ynasin maza qilib. Ota-onasi endi katta odamlar qudalar chiqib olib o'ynayapti. O'sha ijtimoiy tarmoqlaringizda mana shunaqa gaplar yoziladi. Tagiga uyat deb qo'yishadi yana. Sanga nima? Bu kunni qancha kutgandir balki degan. Ko'ryapsizmi, mazmun mohiyati bilan uni shakli bir-biridan umuman uzoqlashib ketgan. Bizdan men hozir bitta misol tariqasida aytaman. Tug'ilgan kunlar ham shunaqa. Nimaga chaqirding, gaplashib o'tirishgan, boshqa gap. O'tirdingiz, hali kirib ulgurmasingizdan yoqiladi-da. Mana biz falon joyga keldik, mana qildik, mana biz bilan pistonchi, mana bunaqa, mana biz falon narsa yeyapmiz, bunaqa dasturxonda o'tiribmiz. Ishonasizmi? Men uchun anu mazmun yo'qoldi-da. Yana xuddi o'sha narsa. Men palonchinikiga bordim, pistonchilar bilan o'tirdim, palon narsa yedim. Men bu narsani umuman maqtanish uchun bir narsa deb hisoblamayman. Bu oddiy hayot. Odam muloqot qiladi kim bilandir, nimadir yeydi o'lmaslik uchun ochdan yoki qayergadir boradi vaqtini o'tkazish uchun. Mana shu narsa kimgadir qiziqmi? Men o'z qizlardan so'radim, nima mana shu qiziqmi kimdir ko'rin? Va odamlarga rosa qiziq. Men nima uchun bu narsani juda ham qilgim kelmaydi? Balki bir kun qilib qolarman. Bo'ladi menda shunaqa. Yillar davomida qarshilik qilasan deb sinasan keyin bir kun. Hammani bittasi bo'lib qolishdi. Odamlar shunga qiziqadi. Odamlar seni hayotingni boshqaryapti. Balki men noto'g'ri yasharman. Ular to'g'ri yashayotgandir, lekin buni orqasidan materialni qanaqadir moddiy nimalargadir erishish mumkin ekan. Mayli hammaniki o'ziga. Hozir men katta gapirmayman, ertaga nima bo'lishini bilmayman. Men o'sha to'yga chiqish haqida gapirilganda ham aytardim, men bilmayman, balki menda unaqa juda katta zarurat yo'qdir. Shuni orqasidan moddiy qandaydir boylik orttirish yoki ijtimoiy tarmoqlarda ham xuddi shu narsa. Balki, lekin men to'yga chiqmadim. Aytish mumkin, bir umr chiqmadim. Shunga o'xshab ijtimoiy tarmoqqa ham bir umr qiziqmasman. Yoki qiziqib qolarman, bilmadim. Uni ayta olmayman. Bilmadim, lekin mana menga bolalar chiqishdi, vaynchilar. Nodira opa, siz bilan anaqa qilaylik, ustoz, vayn qilaylik. Birinchi savolim, nimaga men bilan? Bizani juda ham anaqalarimiz ko'p, milliondan oshiq, ko'p bizani ko'radiganlar, boshqa qiladiganlar. Bizda juda ham dedim,
aktrisalar ko'p dedim. Aynan mana shu vaynga qiziqadigan, ijtimoiy tarmoqqa qiziqadigan. Men bu narsadan o'zi yo'q, aynan shuning uchun biz sizni chaqirmoqchimiz. yashaysiz. Hech qayerda ko'rinmagansizda, siz mana shu narsaga qandaydir bilmadim, men o'ylab ko'ray, hali ham o'ylayapman. Ancha bo'ldi. Bilmadim, agar ular menga moddiy tomondan ham anaqa qilishdi, va'da qilishdi. Yo'q, yaxshi bo'ladi, bizda reklamalardan ishlash mumkin, boshqa. O'zim obdon qiziqtirishga harakat qildim. Hozircha O'xshamadi. Hozircha o'xshamadi. Voy, bir kun bo'lib qolar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Akam yaxshimilar? Ma. Yig'ladingmi? Ko'zing shishib ketibdi. Yo'q, uxlab qolman. Ha. Issiqqina manta olib keldim. Sovutmasdan yeb ol. To'g'risini ayt. Nimaga yig'lading? Nimaga yig'larkanman, amma? Qiziqsiz, a? Tushunarli. Nimani tushuna qoldingiz darrov? Buni qaraya. Jahling ham burningni uchida turadigan bo'lib qoptimi? Amma tavba, xuddi bundan oldin boshqacha edim. O'zi eskidan nervli bo'lsam. Ayol kishi bitta holatda ko'z yoshini yashiradi. Sevib qolganida. Tomoshabinlarni bugun yaxshi bilasiz. Talabalar, yoshlarni yaxshi bilasiz, chunki ularning ichidasiz. Bugungi kun qahramoni kimlar? Hamma davr o'zini qahramonlari bo'lgan ekanda. Qaysidir yillari hattoki qishloq xo'jalik xodimlari ham qahramon bo'lgan yillari bo'lgan ekan. Qaysidir paytlar bo'lgan ekan, shu o'qituvchilar, keyin injenerlar rosa davri bo'lgan. Bugun kimlarning davri? Bugun kimlar qahramon, Nodir opa? Bundan bir necha yil oldin teatrda shunaqa topshiriq berildi. Esingizda bo'lsa kerak, davr qahramoni, zamon qahramonini yoritish. Zamon qahramonini olib chiqinglar. Zamon qahramoni haqida spektakl qo'yinglar. Bu juda jiddiy yuqoridan berilgan topshiriq edi va bu narsani juda jiddiy 10 yillar davomida teatrlar amalga oshirishga harakat qilishdi. Qahramonlarimiz har xil bo'ldi. Sportsmenlar, uchuvchilar, esingizda bo'lsa buni uchuvchi haqida filmlar olindi, sportsmenlarimiz haqida filmlar olindi, spektakllar qo'yildi. Harakat qildik iloji boricha shu narsani ochishni. Bizani davrimizda o'zimda olib qaraganda har bitta odam o'zi agar to'g'ri yashay olsa, vijdonini bosib o'tib ketmasdan yashayotgan har bitta odamga zamon qahramoni berish kerak. Chunki qadamida bu narsa bor-da, tortib turadigan. Qadamida ko'rasan, anu odamni ko'nglini buzadigan, ko'zini tortadigan, yo'ldan uradigan narsalar juda ko'p qadamida. Yana bir narsa bor, o'zini kasbida o'ziga qo'yilgan vazifani to'g'ri oxirigacha chin dildan oylik uchun emas, orden uchun emas, unvon uchun emas, yo birovdan qo'rqqani uchun emas, anu meni jazolaydi, ishdan haydab yuboradi uchun emas. O'zini oldida to'g'ri bajarsa, halol bajarsa, har bitta inson men qahramon deb hisoblayman. Ko'pincha anu birovdan gap eshitmaydi, qilib qo'ya qolay, odamlar ko'zi uchun xaltura deymizmi? O'shanaqa qilib bajaradiganlar-da. Mana siz shunaqa odamsiz-da, masalan. Teatrda aktrisa sifatida ham, rejissyor sifatida ham yoki pedagog sifatida ham haqiqatda yelkangizga qo'yilgan majburiyat, burch bor. Siz pedagogsiz, burchingiz bor. Aktrisa bor, vazifangiz, burchingiz bor. O'shani haqiqatda sidqi dildan bajaradigan insonsiz. Bu sidqi dildan bajarishingiz, shu narsaga, kasbingizga xiyonat qilmasligingiz nimalardan kechishingizga, nimalarga ko'z yumishingizga sabab bo'ldi? Ko'p narsada. Birinchi galda odamni eng tortadigan narsa o'ziga nima deydi, magnitdek, ohangrabodek tortib turadigan narsa bu moddiy boylik.
Moddiy boylik ko'rinadi. Moddiy boylik yarqitib ko'zga ko'rinadi. Chiroyli uylar, chiroyli mashinalar, chiroyli kiyimlar, qimmatbaho taqinchoqlar. Aha. Va o'z-o'zidan ko'proq ko'zga tashlanadi. Bundan voz kechsang, ma'naviy boyliging uchun, bilim uchun, odamgarchiligi uchun bular hech qaysi ko'rinmaydi. Ularni yarqitib ko'rsata olmaysan. Ularni isbotlab ham bera olmaysan. Yo'q, men juda o'zimni kasbim ustasiman, qadrimga yetinglar deb ayta olmaydi odam. Birovga nima deydi? Bizda ayniqsa bizning kasbimiz shunaqa-ku. Lekin ba'zan shunda ham o'sha odam aytadi, ikki toshni orasida ham ijod qilaman degan odam ijod qiladi, yo'lini topadi. Bo'lgan-ku dunyoda juda bir katta bir yomon vaziyatlarda ham odamlar masalan kino ishlagan, spektakl o'ynagan, qo'shiqlar yozishgan, musiqa bastalashgan. Men aytmayman, mana shu urush tugasin, mana shu bir narsa yo'q bo'lsin, yo shu krizisdan chiqib ketaylik, keyin ijod qilamiz demaydi-da ijodkor. Baribir qiladi, moslashadi shunga. Biladi, bundan qorni to'yib qolmaydi, usti but bo'lib qolmaydi, lekin yozish kerak, shu yaratish kerak, yarataveradi-da. Voy, men bu jihozlarning arzonligini qara. O'zi orzu havasi ham yo'q xonadon ekan shekilli. Ha, bo'yiga yetgan qizing bor. Uyini bundoq ta'mirlab, chiroyli qilib qo'ymaysanmi? Tavba. Ha, akammi ham didiga qurt tushgan ekan-a? Qurt emas, ilon tushgan degin, ilon. Lekin bunaqa kambag'al qizlarcha xizmatingizni miq etmasdan qiladi. Xohlaganingizcha jerkib ham gapirsangiz bo'ladi. Bu gapingda ham jon bor. Lekin o'zi men qachon kelinlarimga yaxshi gapirganman? To'g'ri. Avvalgisi ham mana shu tilingizga chidamasdan ajrashib ketgan. Sekinroq gapir, eshitib qolishmasin. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Voy, Xushvaqt bo'ling, keling. Nodira opa, qarang, adashmasam onangizlar hayotli. Hayotli. Umrlari uzoq bo'lsin. Havasdaman sizga. Ularga bugun qanaqa qiz bo'layapsiz? To'g'ri, uzoqdagi o'zi nevarali, o'zi buvi bo'lgan qiz. Men juda yaxshi qizman deb aytmayman. Qaysi ma'noda? Borib ko'ra olmayman. O'zimga o'zim aytaman-da, mana har yozda boraman otpuskada. Bu ham mana bu narsadan-da bir ish qilsam, astoydil oxirigacha qilishni yaxshi ko'raman-da. Aytaman, mana 2 kun vaqtim bor ekan, 3 kun vaqtim bor ekan, yo'lga ketadi, boshqa. Shu bir kecha yotib orqamga qaytib kelish mani aniq bir narsani bosilmaydi-da, hech Sog'inchingiz bosilmaydi, ha. Bu hech bo'lmasa borganga yarasha bir 3 kun yotib qolish kerak degan narsa. Lekin unaqa sharoit bo'lmaydi. Endi meni bilasiz, institut bor, boshqa bor. Keyin o'zimga o'zim aytib ham qo'yaman. Institutda darsimdan voz kecha olmayman. Bolalarim shu bilimni olish kerakmi, qolib ketmasligi kerak. Haftada 3 marta dars degan narsada. Shu minnatdor bo'lmaydi. Ertaga bitirib ketadi. 1 yilda 1 marta sendan xabar olmaydi. Qanaqa qilsan, sen borib onang g'animat 90 ga kirdilar. Yana qancha umrlari qoldi? Bor, har oyda bor. O'zi dovon yopilib qolganda bora olmaymiz qishda. 3-4 oy yopilib qolsa yurmaydi mashina. Hozir bor mana degan narsa bo'ladi. Bu har nimada nimadir chiqaveradi-da. Bu tomondan men yaxshi qiz emasman. O'zim afsuslanaman. Qandaydir men oyoq qo'lim kishanlanganga o'xshab o'zimni his qilaman-da. Kasb uyingdagi, ro'zg'oringdagi narsalar boshqalar aniq berish kerak, bunga borish kerak, buni bajarish kerak. Men buni sroki bor, voy men bitta serialim bor, o'zim ketib qola olmayman, efirda turibdi. Men bitta narsani bilaman. Hammasi bir kun hech narsaga arzimaydi bular. Aytayotgan narsalarim. Onamni diydori hammasidan shirin va hammasidan men uchun qimmatli bo'lishi kerak. Qimmatli ham. Lekin mana shu narsani nima ushlab turadi? Odamzod sharoitni quli deb aytaman shunaqa paytda. Biz aytamizda, men o'zim taqdirimni o'zim yarata olmayman, o'zim hamma narsa. Yo'q, biz sharoitni qulimiz. Sharoit shunaqangi bizani ipsiz bo'ylab qo'yadiki, qila olmaysan. Hatto ba'zan shunaqa bo'ladi, mana o'zimni sog'lig'im uchun ham o'zim qayg'urishga menda vaqt bo'lmaydi. Hamma ishni tashlab bor, o'zing uchun qara degan narsa ikkinchi bir qismim turadi-da, qila olmayman. Lekin Nodira opa, men sizga maslahat berishga huquqim, haqqim yo'q. Lekin katta boyligingiz, nima deydi, hayotingizning katta qismi Qo'qonda Sharifda. Qo'qonda onajoningizlar. Iltimos qilgan bo'lardim, borib ko'rib turing ularni. O'zingiz aytgandek 90dalar. To'lmagan joylaringiz to'lib, hali yuragingizda qaysidir kemtik. O'sha joyga borib kelganingizdan keyin men shunaqa tasavvur qilaman, chunki menda shunaqa bo'lar.
deysizu, hali yemasdan, nimadir yemasdan to'yish bor-ku. hech qayerda onangni yonidagidek hamma nima deydi, tomirlaring, tugilgan tomirlaring, tortilgan asablaring qo'yib yubormaydi. Faqat onangni yonidasan, kamchiliging bilan ham qabul qiladi. Xunukmisan, chiroylimisan, kambag'almisan, puling ko'pmi, umuman ishi yo'q. U ona bo'lgani uchun seni qabul qiladi. Nimaga bunaqa qilmading, mana bunaqa qilib bermading deydi. Sandan hech narsa ta'ma qilmaydi, lekin sevaveradi. Hech qanaqa ta'masiz sevadi. Bitta menimcha bu ota-ona shunaqa bo'lsa kerak deyman. Eng yaqin do'sting bo'lsa ham ba'zan uyga qurib bora olmaysan-da, bilasan, nimadir ko'tarib borishga to'g'ri keladi, degan narsa bo'ladi-da. Onam oldiga men hech ikkilanmasdan borishim mumkin har qanday sharoitda. Bu narsadan ko'p o'tganman. Ustozlarim bilan ham xuddi shunaqa bo'lganda, yurim ustozim kasal ekanlar, men borib ko'rishim kerak edi, shu ustozni ko'rishim kerak edi. Endi biz institut paytimizda umuman kasb bilan yurgan juda ko'p yaxshi ustozlar qo'lida o'qiganman, men ko'rganman. O'qimasam ham qandaydir ustoz shogird bo'lganman. Hammasida mana shu narsa bo'ldi, borib ko'rishim kerak. Men spektakl chiqish kerak, borib ko'rishim kerak, buni qo'yishim kerak. Keyin bir kun palonchi o'tib qopti degan gapni eshitgandim. Shunaqa afsuslanaman, nimaga bormadim, nimaga qilmadim. O'lib ketsin, shuni tashlab bir oy keyinroq chiqsa ham bo'ladi-ku, shu spektakl borib kelmadim-ku. Bilmayman, lekin meni kamchiligim bo'lsa kerak. O'sha narsani to'g'rilay olmayman hech ham. Anu mas'uliyat diktovat qilsa kerak-da. Tushunarli. Bilmadim. Rahmat Nodira opa. Kamchiliksiz odam bo'lmaydi-ku baribir. Suhbatingiz uchun, kelganingiz uchun rahmat. Juda ham siz nimaga bunaqa go'zal ekansiz desam, onangiz shunaqa go'zal ayol ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hozir bizni ko'rayotgan bo'lsalar, bizdan duoyi salomlar. Nodira opa onajonlariga sog' bo'lsinlar. Sizga esa rahmat, ularga rahmat shunday qiz uchun. Shunday aktrisa uchun, shunday pedagog uchun. Sizni shogirdlaringiz ham juda ham men bir ikkitasi bilan shaxsan tanishmasman, lekin hali yo'l-yo'lakka uchrashib qolgan, Nodira opada o'qiyman deydiganlari bo'ldi. O'sha institutga borganimizda. Rahmat Nodira opa. Biz sizdan yangi ijodlar kutamiz deyiladigan doimiy an'anaviy jumla bor, gap bor. Bu haqiqatda kutiladigan. Chunki ham aktrisa, ham rejissyor, ham dramaturg kerak bo'lsa va pedagog. Sog' bo'ling hamisha. Sizlar ham sog' bo'linglar. Bugungi suhbat men o'zim aytishim mumkin. Har doim menda bunaqa ichingdagini ochiq aytasan-ku hamma narsani. Bilmadim kimda qanaqa fikr uyg'otadi bu so'zlar, bu fikrlar. Bugun men ochiq muloqot qilgim keldi. Rahmat. Hech narsani yashirmasdan, oshirmasdan, toshirmasdan, o'zimni chiroyli yoki aqlli ko'rsatishga harakat qilmasdan. Sizlarga rahmat, sizga ham. Siz shunaqa olib bordingizki, hozir savollar shunaqa bo'ldiki, boshqacha javobni men o'rinli deb bilmadim. Olib qochishlar yoki bir narsalar, chiroyli gaplar. Borimiz shu deydimi? Sizni boringizcha yaxshi ko'radigan muxlislaringiz bor. Sizni mana shu qattiqqo'lligingiz, ba'zan o'sha viqorli ko'rinishingiz ortida qanday mehr borligini biladigan muxlislaringiz bor. Ana shulardan bittasi men qo'rqmasdan, uyalmasdan, haligi xushomad qilmasdan ochig'ini to'g'risini ayta olaman. Va mana shu to'g'risini gapirganingiz uchun, to'g'risini ham emas, borini gapirganingiz uchun ham balki kimdandir ko'proq qadrlidirsiz. Bezalgan har narsa go'zaldir balki. Chizilgani, bo'rttiribroq ko'rsatilgani, lekin aslini mazasi boshqacha. Suhbat ham xuddi shunaqa. Biz bilan suhbatda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nodiraxonim Mahmudova bo'ldilar. Asllikka intiling, erishing. Bizning niyatimiz ana shu. Sog' bo'ling.